Qarang, bu oyoq kiyimini teskari kiygan. O'zi anchadan beri shu videoni qilmoqchi edim. Mana. Buni oyoqlari X ko'rinishida. Oyoq kiyim nimaga teskari kiyiladi? Buni aqli yetadi. Oyoq kiyim teskari. Bu ancha aqlli qiz, lekin oyoq kiyimini o'ng kiysa, o'zini diskomfort his qiladi. Bu oyoq kiyimini teskari kiygan o'zini yaxshi his qiladi. Nima uchun? Bunga ortoped kerak. Dentistga ortopedga olib borasiz, menga qo'yib. Bu qiz o'zi aslida yoshiga nisbatan ham aqlli. Uning oyoq kiyimiga aqli yetmayapti demaydi. Aqlsiz o'zi ota-onalar bo'ladi. Buni dentistga ortopedga ko'rsatish kerak. Oyoq kiyim hozir bunga komfort beryapti. Tushunyapsizmi? Oyog'ini tagini ko'targandan keyin bu oyoq sekin joyiga keladi, sekin-sekin. Ortopedga olib borasiz, o'ziga moslab oyoq kiyim qilib beradi. Hammasi joyiga tushadi, xudo xolasa. Qiz bola timoni ertaga hayoti bor, oyog'i yaxshi bo'lishi kerak. Qaddi qomatiga ham ta'siri bor ertaga. Salomat bo'ling.